أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال: باب تقليد البدن وإشعارها. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجهه إلى القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من شقه الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدموا منا من غداة من غداة يوم النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعمه. تقليد البدن وإشعارها. البدن بدننın köplüğü. Köpünçe holtuga kalama şununğa kirip gitidi. Eremge atap elip mangan hadiye qurbanlıqni alay bir belgi qilib va qanatib demekçi. İşar deganmi bir xil belge, yani bir alamat qilib, belgi qilib, bir shuarga o'xshash. Bo'yniga taqlidgan bo'yniga bir narsa esib qo'yish. Tasma mesela. Yoki shunda og'amchilik narsani esib qo'ydi. Ishar degan tugining lokusga bir narsa sanjib, ajra qantib qizil bo'yab qo'ysa, bu hadiya qurbonliqning belgisi bo'ldi. Nonki yo'lda uni hech kim eshitmaydi. Yoki minmaydi, yuk narsa otib qo'ymaydi. Shunda belgi qilish bor. Hadiyam minal madinati qalladahu. Mesela kaş esip koyamdı, yoki bir daraxtning qo'zoqlarini jipdak esip koyamdı, belgi qo'ydi. Bizil Hulayfa ashjayda. Qaldolan bo'yniga esib, undan keyin qanatdi. Va huwa muwajjihuhu, ya'ni hadiyasini qiblaga qaratib turib deydi. Yuqallidu binalayn, ikki kashni esib qo'ygan bo'yniga, va yushiruhu min shiqqihi al-aysar, uni lokusning so'l tarafidan qanatib belgi qilib qo'ydi. Yani bu lokusdan qanatimiz, lokusga bir narsani sanjsak, qanamida bo'yatsak, boshqa emas. Thumma yusaqu ma'ahu hatta yuqafa bihi ma'an nas bi'arif. Arfatga ilib chiqdi shuni. Hozir arfatga hadiya ilib chiqdi bormi? Yo'q. Sunnat mana. Lekin jabavon ekan, bu to'g'ri hech kim gap qilmaydi. Sunnatga eng amal qilamiz, sunnat cho'qimiz qilamiz, yutitdi buni. Mesela chiqishlarmi shu? Rasululloh va chiqqan. Boshqa ishlarda bo'lsa Rasululloh bunda qilgan deb chiqtirib olamiz-ku. Shuni chiqtirmaymiz. Yo'q, bu hadiya, qurbonliq, arfatdimi, qurbonliqni oldida qo'yib, duo qilib tursa, undan qabuldan gap bu. Yani qurbonliq bana akeldim, ey Alloh mag'firat qilsa deb tilayman. Yani ashyoda shepulab turgan gap. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وخز في سنام بدنته وهو يشعرها قال بسم الله والله أكبر. وخز degan mesela ya nezning uchun sanjidi, yoki pichoqning uchini, yoki jo'ldirizdek narsani past sanjisa, ajra qanasa, lokusni bo'yitdi shu bilan. Va yuqoridagi hadisda qabla an yahliqa aw yuqassirdi shunama. Chunki oyatda ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Qurbonliqni qilib, undan keyin chechonini tushirtinglar degan. Va kana yanharu hadiyahu bi yadi. O'z qo'li bilan bo'g'izlaydi. Sunnat shu. Bo'g'izlaydigan bo'lsa, o'z qo'li bilan bo'g'izlash sunnat shu. Yasuffuhunna qiyaman. Mesela bir necha cho'lab qolsa, hammani qator tizib, o'rtug'izib, Chunki oyatda fazkuru smallohi alayha sawaffa. Nima? Qator tizib qo'yib turib, Allohning ismini atab nahr qilinglar degan. Yani o'rtug'izib, bo'yinni shaktida kesildi, shundan sho'qirab qon chiqqan ekandan, yani bukka tushadi. Fa iza wajaba junubuha, baqina yani bukka tushgandan keyin Jin chiqqandan keyin so'yib yanglar fakulu minha va at'amul qani'a wal mu'tar.
أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يشعر بدنته في الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيسر وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة قال فإذا أشعرها قال بسم الله الله أكبر وكان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما. Örtüzüp durup roza etti. Lekin bu tüge haqida kelgan. Tügening luksqa buni sanjib ishar qildik. Lekin kalolab qolsa, kalolishni belgi qilamiz debdi. Lekin qo'yib qolsa, unda belgi qilish yo'q. Yo'q. Örtüzüp bo'g'izsa, hukmni kesayotgandan keyin o'qdek chaqirib qon etilib chiqadi. Chiqqandan keyin shu o'kil tushiradi. Ba'zisi bak shashilib qolsa, sal uyaga harakat qilib bir ishki chamdan manashi mumkin, lekin ish qiladi. Asli qoida shu. Qur'onda dedi bu, hadisda emas, Qur'onda deyapti. Fazkurismallohi alayha sawaf. Ata o'rtug'izib turib قال محمد وبهذا نأخذ التقليد أفضل من الإشعار والإشعار حسن والإشعار من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة لا يستطيع أن يدخل بينها فيشعرها من الجانب الأيسر أو الأيمن. وبهذا نأخذ إمام محمد رحمة الله عليه biz yuqorida kelgan taqlidni olamiz, ish'arni olamiz. Lekin bu belgi qilish olgan ekan, hadiya, qurbonlikda deydigan belgi olgan ekan, taqlid ashi bo'lsa-mu, belgilikka shu kifoya qiladi. Ish'ardan bu yaxshiroq. Ish'arni cho'qim bunda qilish kerak yoki u ayrim bir sunnat deb tushunmay, belgi olgan ekan, ma'vo yetarlik deb qarab, nima uchun taqlid afdal desa, birinchidan hayvonga azor berish, qanatish yo'q. Belki hem de bazı qo'pol odamlar bir narsani biroq sanjitib qolsa, o'lib qolishi mumkin, qansirab. Keyin qon keyin to'pa, chang bir narsalarda yomg'irga bir sho'z qon jilib ketib qoldi, bo'yniga osgan narsa yo'qolib ketmaydi deyish mumkin. Val ish'aru hasan. Ish'arni hasan deb qo'ydi, bu yaxshi deb qo'ydi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ish'arni makruh deb qaragandek rivoyatli kelgan. İbrahim an-Naxaimi shunda qaragan. Chunki bu muslah, tirik birini qanitishni iborat deb qaragan. Val ish'ar min al-janib al-aysar. Qanitishda tugining lokisining sol tarafidan qanitimas. Ba'zi ulamlar o'ng tarafidan, ba'zi sol tarafidan. Sol tarafga o'zalti deydigan musibbat. İlla an takuna sa'aban muqarrana. Faqatlam bu tugilar shash tugilab bir-biriga chetib qo'ysak, masalan, qechib ketmaslik, chepib ketmaslik uchun ikki tugil bir-biriga chetib qo'ygash. Bu bir-biriga yaqin bo'lgan ekan, oraliqqa adam kirgilolmay, buning sol tarafiga sanjig'ilmaygan bo'lsa, bu taraf ma'ning o'ng tarafidan, ma'ning sol tarafidan sanjisi bo'ladi. Arasi kirmay qolsa, demakchi. Abu Hanifa ish'arni makruh deb qo'ygan. Va bihada na'khud degan Imom Muhammad man tutmaydi demoqchi. Abu Hanifaning gapi. Kay, dag'lash, hayvonni dag'laydigan. Masalan, otga harbiylar shunda numar soldi-ku, bosh qilib ko'ydirib. Yo'q. Onda azroq nuqonga o'zi to'xtab qoldi. Ham lokisda unda cho'ng tumulolmagan ekan, yog'i. Sa'at muqarraniga shash tugab qolsa, buni boshqa bir tugiga ikkisini chetib qo'yamiz. Yonma-yon ma'nodan aylanmaydigan turdi. Yani qachamaydi, chapolmaydi. Bunda bo'lgan ekan, biz ikkisini arasi kirmay qolamizda. Ishkirisdan ma baka tarafidan, azat tarafidan sanjiydi. Yo'q. Rasulullohning zamonida rang bo'pti. Yo'q, yetqizib bo'lsa, sunnatga xilof joiz ish bo'lishi kerak. Ammo shu nimadimi? Uni ba'zi hikmat bo'lishi mumkin. O'rtug'izib turib bo'zlashda, masalan, badaniga qon chiqadigan, tumulda qil, tumullarni qon uyib qolmaydigan, boshqa bunda sog'lomlik tarafida alohidlik bo'lishi mumkin. Shunga masalan, 4 putni bog'latmaydi. Tugining agar bog'lashilib qolsa, old tarafidagi sol putni bog'lab qo'ydi. 3 putni dasiga holatda o'rtug'izib tutlam bo'yni kesadi. YouTube'ga qarasanglar, Nahrul Ibil desanglar, shu YouTube'da shu bo'zoya aynan ko'rsatdi. Keşfetimde.
kalını adet yatkızıp bozaydı. Sol bakını yatkızıp durup bozaydı. باب من تطيب قبل أن يحرم. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير معاوية ابن أبي سفيان بشكل صحابة رضي الله عنهما مني يا أمير المؤمنين قال منك لأمري قال يا أمير المؤمنين إن أم حبيبة طيبتني قال عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه من تطيب قبل أن يحرم إحرام bağlaştı ilgili. Endi ihramga kirgandan keyin xushbiroq ishiltish shaklida. Shaklanganda ihramdan chiqib qo'ymasdan yunish imkoniyati bo'ldi bo'lmaydi, ba'zi yunisi bo'ldi bo'lmaydi deydi. Shu issiqda necha kun to'pchangda u yerda mingib tavrab ketadigan bunday ish bo'lg'achqa yunishdan ilgari xushbiroq surtib suytib xushbiroqni olib, undan keyin bir yunitib chaqib o'tib, yandan keyin badanda xushbiroqni shu chaqilgan jing atirlar. Hozir unda atirlar olsa balki kilosini 5-10 ming qo'yilishi mumkin. Hozir mashina qimmat. U bunda 15 kun bir oygacha quruq ketmaydigan atirlar. Shunda atirlarni ekan bir hafta 15 kun ihramdan chiqmay safar altida to'pi yoqqa yaldi olsa mansa tavrab ketmaydi. Pok xushbiroq turadi. İhram bağlaştı ilgiri xushbiroq ishlash bo'ldi deydigan ulamolar buni deydi. Ba'zi cheklisimi. Ana bu yerda Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu birisidan xushbiroq turib ketganini sezib, kimdan kelyapti bu xushbiroq degan ekan, Muaviya radhiyallohu anhu mendan degan. Sendinmi deb, sen sahabining ulamolari tursan, sen bunda ishni qilamsan, la'amri qasaman bi umri demakchi. Umrim bilan qasam, yani bu qasam maqsad qilinmaydigan, endi kunib ketgan. So'zlasan ba'zi odamlar deydigan, yopirim. Firdim madatilash emas maqsad. Degan shu haqildan endi og'zi kunib qolganlikdan deydigan. Onun günah bo'lmaydi. Lekin nimaga yaxshi? Bu arablar endi kunib qolgan bo'g'achqa deb qo'ydi. Çünkü hadiste men kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. قال يا أمير المؤمنين إن أم حبيبة طيبتني. Bu Hazreti Muaviye'nin boş kelmepti. Ummu Habibe hemşirisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin azvaj mutahhareden Ummu Habibe sükep koyganda. Ummu Habibe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayağıyla bunun bulduğun bulmaydığı Resulullah'a xushbiroq hükmü obdan bildi. Caiz bu demekçi yani özümüzde. Ummu Habibe sükep koygan. قال عزمت عليك لترجعن فلتغسلن. Ben keskin buyurdum sana demekçi. Azamtu aleyk. Sen bir bilan meni juyatgan demekçi. Yani Hazreti Umar bunda yaxshi emas deb qaragan bo'g'achqa buyurgan ekan xalifaga itoat qilib, balki o'zining qarashida joiz yerning bo'lsa-mu, juyatgan. Yakanda to'g'ri bo'lgani nima? Masalan, Hazreti Umarning to'g'ri bo'lishi mumkin. Xushbiroq surtib ihramga kirishdan ilgari, ani yuyingan chaqda pak juyutdi buni. Juyatgandan keyin xushbiroqninki asli ko'p purishi badanni qoldirgan gap. Yani bu Hazreti Muaviya to'liq uni juyib chaqab chiqarib etmagan bo'lsa, shuni juyadigan bo'lishi mumkin. أخبرنا مالك أخبرنا سلط بن زبيد عن غير Zuyayd. Yani o'tgan bir chiqdi-ku, Zuyayddan o'zgartdi. Hozir mushum Zuyayd bo'lishi kerak. زيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير من الصلت فقال ممن ريح هذا الطيب ريح هذا الطيب فقال كثير مني لبت رأسي وأردت أن أحلق قال عمر رضي الله عنهما فاذهب إلى شرابة فادلك منها رأسك أن تنقيه ففعل كثير بن الصلت قال محمد وبهذا نأخذ لا أرى أن يتطيب المحرم حين يريد الإحرام إلا أن يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك. Labbat turasigan chechimni yilimlab qatirib olgan degan gap. Chunki 15 kun nima qilgan ekan, bundan yop yilimlab qatirib olgandan keyin qashlab soldigan yoki to'pa kirib oldigan arasida bunda ish bo'lmaydi demakchi. Hozirgi yilimlar nima qilgan bunda chechidonlarga spray. Va aratu an ahliq men chechimni yilim bilan qatirib haj faoliyatlar tugandan keyin chechimni biroqlam tushirib o'tay degandim. Fadab ila sharabatin sharba degan
daraxtning aslida suv quyish uchun cho'rdab qo'yganim deymiz. Ko'lchakdanda, ashuna kichik ko'lchak hamda. Shuni suv olgan bo'lsa, shu yerga berib, fadluk minha ra'saka hatta ashun beshandagi nimani, shilimni, yilimni tozalab demoqchi. Shuni tozalatibdi. Lekin shu hamda qatirib olgan shilim, puraydigan shilim ekanda. Undan keyin Imom Muhammad dedi: "La ara an yatatayyaba al-muhrim hina yuridu al-ihram, illa an yatatayyaba thumma yaghtasila ba'da zalik." Ihrom bağlashda ilgari xushbiroq surtsa bo'lmaydi. Yani chunki xushbiroqning asiri ihromdan keyin qilib qoladi. Shunga yuyatgandan keyin u qilg'ashni qildi, u chaqda badani pursa mayli. Shuna qilish lozim demoqchi. Ammo Abu Hanifa fakan la yara bihi ba'sana. Abu Hanifa rahmatullohi alayh ustozi yuyinmismi ihromga kirishda ilgari surtib olsa, yuyatmismi bo'ldi deb qaraydi. Balki taqa Imom Abu Hanifa ashunda xushbiroq surtilish yuyinmismi mustahab deb qaraydi. Chunki Hazrat Aisha radhiyallohu anha hadisida va ko'p sahobalar shunda deb qaragan, joiz deb. Tayyabtu abi bil miski li ihramihi hina ahram. Dadam Abu Bakrni ihrom bog'lagan chaqda, ihrom bog'lash uchun maxsus xushbiroq surtib, xushbiroqlab qo'ygan tem degan. Undan keyin ko'pincha sahoba joiz deb qaraydi. Imom Abu Hanifa shu ko'pchilikning qarashini olgan. باب من ساق هديا فعطب في الطريق أو نذر بدنة. أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب الزهري بن الزهري عن سعد بن مسيب أنه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادتها ونعلها في دمها ثم يتركها للناس يأكلونها وليس عليه شيء فإن هو أكل منها أو أمر بأكلها فعليه Atiba degan yo'lda yetib qoldi yoki ulab qoldi degan ma'noda. Mashina buzilib qolgandek malmi ular yo'lda olsinib bilan bo'lib ketishadi. Shu ulab ketishi mumkin, qo'polmayda yetishi mumkin, shuni deymiz. Annahu kana yaqul man saqa badanatan tatawwan nabla vojib hadiya emas ekan. Nabla o'ziga mahramga bir hadiya apraya deb o'zikidan tatavvo qilgan bo'lsa, undan yo'lda yetib qolgan bo'lsa, shundan pichoq surib etsa, ulab qolishni ilgari tirik holatda fal yaj'al qiladataha va na'laha fi damiha. Uning bo'yniga osgan tasma bilan bo'yniga osgan kashin demoqchi na'laha yoki uning putini deydi, na'l degan, balki putini qeniga milisun deydi. Summa yatruka undan ashu tugini kishilarni yivasin deb kishilarga qo'yib bersin. Va laysa alayhi shay'un. Uning qayta bir qurbonlik qilish kerak emas, chunki bu naflitdi deydi. Fa in huwa akala minha. Agar o'zi yeb qolsa yoki aw amara bi akliha yoki boshqalni man yegin deb qolsa, fa alayhi al-ghurm. Bu chaqda qancha go'sht yeyilsa, shuning pulini to'laydi deydi. Nima uchun? Ya buni bunda qo'yib qo'ydi. Qo'ygan kambag'allar olib ketdi. Agar o'zi yoki boshqa boy og'inlari yo'lovchi sabtashlarini yanglasizlar, men yemayman o'zim, siz yanglar deb buni buyurgan bo'lsa, ya o'zi esa shuni to'laydi dedi. Nima uchun degan chaqda bu asli naflitdi. Nafl bo'lgandan keyin shuna ulab qolgandan bu sadaqalatish kerak bo'lib qoldi. Sadaqa bu. Sadaqani o'zi esa bo'lmaydi. Agar vojib hadiya bo'lgan bo'lsa, bu shu haj faoliyatining bir qismi bo'lib, buningga Alloh taolo faqulu minha va atamul qani'a wal mu'tar va atamul ba'is al faqir degandek ruxsat qilgan o'zi esi bo'ldi. Lekin ma sadaqa bo'lib ketgandan keyin esi bo'lmaydi demoqchi. O'rim degan qancha go'shini yesa, shuning pulisini sadaqa to'lish lozim. أخبرنا مالك أخبرنا شهاب بن أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة هشام desizlar shu to'g'ri bo'ldi. Hisham'ngo Hisham mush ismlamasdan ibnidan ilgirki bu mudofning o'rnida. Buni ismlamasdan man'ud deyishmoqki ibn buning sifati ya mubdal bu dabma ibn badal deysizlar. Nim bo'lsa bu Hisham mudofning o'rnida. Mudof bo'lgandan keyin ibn Urva mudofning o'rnida yoki ibnni ma'no sifati desak, Hisham mudof, Urva mudofning bo'lamda, undan keyin buni tanvinni o'tib shilan. أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف نصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انحرها وألقي قلادتها أو نعلها في دمها وخلي بينها وبين الناس يأكلونها. مشدس هشام بن عروة عن أبيه عن عروة أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنگ أتغان قربانlık malını perveş kılıp hava elip mavatkan kişiye şuna soğudu demekçi. Bu anda mursal hazır mağı. Urva anna sahibi hadi Resulullah. Resulullah'ın zamanındaki işine tabi'i rivayet kıldığı mursal. Lekin bunu İbn Huzeyme an Urva an Naciye degan sahabeden rivayet kılgan. Yani Mevsul rivayet kılgan İbn Huzeyme fi sahihih. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار قال كنت أرى ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين يهدي في الحج بدنتين في العمرة بدنة ورأيت يهدي بدنة قال ورأيته في العمرة ينحر بدنته وهي قائمة في حرف دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله وقال لقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت سنة الحلبة من تحت كتفها. Ejda ikki tuga hadiya qildikan, umrda bir tuga qildikan. Tugisini o'rtug'izib turib, o'zi bo'g'izlar ekan. Fi harf degan bir yaqista, bir tarafida bulonda degan. Xolid ibn Asid bu qassab kishi ekan, sahaba. Ana shu Makka fath bo'lgancha musulmon bo'lgan sahaba. Va kana fiha manziluhu shu Xolid ibn Asidning qurusi ichida Abdullah ibn Umarning nimasi bor ekan. Tushgan joyi shu yerda ekan. Turar bo'lsa. Ta'ana fi labbati badanatihi va qala, yani Abdullah ibn Dinar dedi, men Ibn Umar radhiyallohu anhu'ninki bunda qilganini ko'rgan. Tugisining pokiniga neysi bilan gachchida bir sanjibdi. Bu neyzning uchi tugining taqining qashdan chiqdi dedi. Tugisini to'g'izib turib, shundalam sanjagan. Ma Ispaniyada kala sanjidi-ku, shunga o'xshash. Sanjagan ekan, bu yerdan sanjiblam va undan chiqibdi. Qattiq sanjibdi. Shax surgandek ishim. Sirka vaqali bayna va bayna nasning asha birga mang'an kishilar mesela yanglar demay ular gap so'z qilmasa gap so'z qilmay tashlab qo'ygan. Uni yesmaydi ular. Ha, xalqni yesmaydi. Lekin buyurganligidan baylab qashsa taqsidi, bilim qildi. Ana shar harba neyzi bo'lishi mumkin yoki yo'g'on pichoq bo'lishi mumkin. Sinnerga uchi. أخبرنا مالك أخبرنا أبو جعفر القاري أنه رأى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أهدى عاما بدنتين إحداهما بختية degan buxt degan erkek tuga, buxtiya tuga. Lekin bu buxt degan bu bir turlik tugilninki bo'yni uzun. Şuna bir hadisagı sinfan lam arahuma minan nas ru'usuhunna ka'aslimatil buxtil ma'ila. Onun beşi buxti tugilning lokstak. Abdullah ibn Ayyash ibn Abi Rabi'a bu ikisi sahaba. Abdullah sahaba, Ayyash sahaba. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buxori'ga hadisda Allohumma anjil Walid ibn Walid va Ayyash ibn Abi Rabi'a deb qo'l ko'tarib duo qildi. قال محمد وبهذا نأخذ كل حديث تطوع عطبة في الطريق صنع به كما صنع وخلي بينه وبين الناس يأكلونه ولا يعجبنا أن يأكل منه إلا من كان محتاجا إليه. biz müşene tutmamız. كل هدي تطوع عطبة في الطريق صنع به كما صنع. Yuqoridagi qilamiz. Va khalla baynahu va baynan nas yakulunahu. Shuna qo'yib turamiz, kishilar xohlagancha ilib pivas bo'ldi. Va la yujibuna yakula minhu. O'zi hech bo'lmaydi. Illa man kan muhtajan ilay. Lekin o'zi muhtoj va ochliq tugab ketib, och qolgan bo'lsa, yesi bo'ladi demoqchi. Endi hadid tatavvo agar haramga apag'andan keyin, haramga apirib bo'lgandan keyin ashar bo'g'izlab qolsa, ulamolar yesi bo'ldi, igisi va bayli yesi bo'ldi deb. Jinish kerak ekan. Hadid tatavvo yo'lda so'yitib qolsa, o'zi va baylisi bo'lmaydi ekan. Lekin Makkaga olib bo'lgandan keyin, joyiga yetgandan keyin so'ysa, o'zi va baylar yesi bo'ldi ekan. Agar joyiga yetmasa, o'zi va boshqa baylar yesi bo'lmaydi. Chunki bu yerda tatavvo niyati bilan asli bu kishi haramga olib bo'g'izlayman degan-ku.
Haramga apırıp boğazlasa andın şu hediye hesabı buludu. Eğer haramga apıramasa bu hediye olmay yoldaki bir sadık kılgandık nasip oldu. Yolda boğazlap kalsa özü ve bayılıysa olmaydı. Haramga apırıp kalsa vacip durmadı yani fakulu minha diyendek iyisi buldu. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد أو أشعر أو أوقف به بعرفته. Demek hediyeni Erpat'ta tuğuzuşmu, Erpat ile çıkıp eşya bile tuğuzuşmu sünnet denge. Taklit, işarga oşa sünnet demek. Sünnet metruk yazır. Yani o taklit mi yok, işar mı yok zaten. O zaten hediyene kırıp mı bakmaydı, hediye edip veriş mi yok zaten. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلا أو ويشعرها ثم يسوقها فينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس له محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فإنه ينحرها حيث شاء. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh deydi. Mesela birisi bedene dep bunda nezir kıyan bolsa, lillahi aleyye bedene dep bunda diyen bolsa, bedene diyen sözünü işletkenlik için bunu taklid işaret kılış lazım. Mekke ve haremge ilip birilgan hediye belgisini koyuş lazım bunun kadar. Çünkü vel budne ja'alnaha lekum dep başı budnenin misli hediyenin misli atağın boğaçka bu hediye olup gidiyor deydi. Bundan ki haremge ilip biriş lazım, yevmin nahri boğazlışı lazım minada. Onundan başka onu boğazda şalal bulduğun cay yok deydi. Dün dedik. Nima uchun desa? Chunki u badana deb shuni talaffuz qildi. Nolki bu hadiya oldu. Agar badana demak jazur masalan ya ibil deganda mana so'zni qilib qolsa, bu chaqda unda hadiya bo'lmay, xuddi sadaqadek, nazirdek bo'lib turadi. Shunga mana va man nazara lillahi alayya jazurun deb bunda jazur degan so'zni ishlatib qolsa, men bir jazur so'yma deb qolsa, tugolamdi, kalolamdi masalan, u chaqda nada bo'g'izlasa bo'laverdi. Çünkü bu harem gelip baraman demigen hesapta demek. Cezur diyamı tüge. Yakemde kalıgımı işletildi. Demek için dese bunun maksatı ve kembagallığı ilgizime ne de olsa da bunda nezir kıygandak oldu. Eğer bedene de kas ben haremge apırıp aş midadı boğuzlayma diyendak oldu demek. قال محمد هذا قول ابن عمر رضي الله عنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه أنهم رخصوا في نحر البطنة حيث شاء فقال بعضهم الهدي بمكة لأن الله تعالى يقول هدي بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة ولم يقل ذلك في البدنة فالبدنة حيث شاء إلا أن ينوي الحرم فلا ينحرها إلا فيه وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس رحمهم الله. İmam Muhammed demek hazır bedene de bundan kıysa bu hediye olup gidiyordu İngilizce İmam Ömer radıyallahu anh'ın sözü. Şunda karaydı. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun başka sahabelerden bedene de nukasa bedenini nerede soysa buludur diyen karışkayken. Yani bazılar hediye de işletken bolsa lillahi aleyhi hediyun mesela. Hediye kıldım diyendek sözünü kıygan bolsa bu çağda Mekke'ye apırış lazım. Hediyen baligal Kabe diyen boğaçka. Lekin bedenede çokum Kabe'ye apırış lazım diyen gap yok. Ondan ki nerede boğazlısı buldu? Fakallam haremge apırttım da konuda şunda niyet kıyan bolsa o çağdan haremge apırış lazım. Dep karagalım ba. Muşu karaş ne? İmam Ebu Hanife, İbrahim Nakai ve İmam Malik. Yani işte ustazım tutkan karaş demek çekiyor. أخبرنا مالك أخبرني عمرو بن عبيد الأنصاري أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأته عليها فقال سعيد البدن من الإبل ومحل البدن البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض فلتنحرها حيث سمت فإن لم تجد بدنة فبقرة دبلم توتصلا تخمق أسان فإن لم تكن بقرة فعشر من الغنم فإن لم تكن بقرة فعشر من الغنم
قال ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب غير أنه قال إن لم تجد بقرة فسبع من الغنم. قال ثم جئت خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهم فسألته فقال مثل ما قال سالم. قال ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي رضي الله عنهم فقال مثل ما قال سالم بن عبد الله. Said ibn Musayyab al-budnu min al-ibil. Badana degan so'zni ishlatib qolsa cho'qim tugulash lozim demakchi. Mesela ben bir badana sadiq qildim ya hadiyaga atadim desa, bu tuguldi demakchi. Kaladan unda badana degan so'zni ishlatmaymiz kalaga demakchi. Yani bunda ixtilof bor. Ba'zida kalamo shu badana degan aslida juğu yo'g'on usqanliq degan bo'ldi-ku, shu kalamo tugimo endi yo'g'on narsa. Deganda arab tilida shunda tugillam ishlatamiz yoki kalamo ishlatildi deydigan shikil qarash bor. Va mahallul budni al-baytul atiq. Shu tugini bo'g'izlisa halol bo'ladigan joy shu Ka'ba. Shu yerga borgan chog'dan bo'zaydi. Illa an takuna sammat makanan ala ard. Faqat falan yerda deb, masalan, ya Hudaybiyada, ya falan yerda deb atsa, undan shu joyda bo'g'izlisi bo'ladi. Ya'ni bu ayoli nazr qilgan. O'ziga, ya'ni bo'yniga atib olgan narsani o'zligidan. Yani bunu bir neçeden sorsa, ikkaylan 7 qo'yga barobar dedi mesela. Tugi topolmay qolsa 7 qo'y dedi. Biraylan 10 qo'y debdi. Shu 7 qo'y degani bu yerlashdi. Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu. Muhammad ibn al-Hanafiyya. Hazrat Ali'ninki Bani Hanifalik ayolidan bo'lgan Muhammad. قال محمد البدن من الإبل والبقر ولها أن تنحرها حيث شاءت إلا أن تنوي حراما فلا تنحرها إلا في الحرم ويكون هديا. والبدنة من الإبل والبقر تجزئ عن 7 ولا تجزئ عن أكثر من ذلك وهو قول أبي حنيفة رحمهم الله والعامة من فقهائنا. Yani İmam Muhammed el-badan, el-budnu, yak el-badana deb bunda ibare sürüp qalsa, kalıdan qism bo'ldi, tugidan qism bo'ldi. Ikki ishlaydigan so'z bu degan qarashni tarjih qildi. Undanki uni ash ayol lillahi alayya badana, lillahi alayya baqara degandek bo'ldi. Tuga ya kalıdan bizni nima bo'lsa bo'lardi. Faqat haramni qilgan bo'lsa haramda bo'zaydi. Ve yakunu hadiyan. Haramda bo'g'izlab qolsa bu haramga atagan hadiya qurbonlik bo'ladi. Wal badanatu min al-ibil wal baqar tujza an 7. 7 ga barobar qildi deb qaraymiz. 10 degan qarashni ammo do'qitmaydi. Bu shu jumhurning qarashi shu. Hamda haramga atagan qurbonlikni minish masalasiga keldi. Ar-rajul yasuq badana fayattaru ila rukubiha. باب الرجل يسوق بدنته فيضطر إلى ركوبها. أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إذا اضطررت إلى ركوب بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح. فيضطر إلى ركوبها إسم بر أديمان إلب مهوتودن. Bu piyade mağnama. Mağnıken bu halsınlıp oturak kaldı bu adam. Karvan ketib bordi, shundan majbur bo'lgan ekan, minsa bo'ladi, bo'lmaydi degan masala. Albatta, Hanifiy mazhabda zo'rlan ehtiyojlab chiqarib qolmagan chog'da minsa bo'ladi. Deganda yuktaqni ko'tarsa bo'ladi, yuktaq otisi bo'ladi desa, jumhur ulamolar joiz deb qaraydi. Lekin boshqalar kiraga vas bo'lmaydi. Masalan, tugin yukni otib palanaga operashga manch pul berilib kiraga asasi bo'lmaydi. Chunki hadiya atgan narsa demak. Ma'lum da إذا اضطررت إلى ركوب بدنك فركبها ركوبا غير قادح. Yani onu zaxmlandırmaydigan, yarlandırmaydigan şekilde mingen demekçi. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال له بعد مرتين اركبها ويلك. Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun hediye kurbanlıkını bilmeyi, minilagin diga okşaydı deb çıkıtım. Minginsi oy bu hediye kurbanlıkta dese erkebha. Veylek deganda aslida bu beşini yedigan degandek gapim. Veylek yani el veylu laka degandek yani sen ya qurup ketkaysa alaketga dushar bo'lgaysa degandek so'z ekan. Bu arablarninki bunda og'zi tinib qolgan shakldagi bir so'z bo'lg'achqa
Arablar şuna bunla yuqsadu ma'nahal haqiqiy demakchi. Agar unda haqiqiy ma'nosi bo'lib qolgan bo'lsa, u odam shu yerdan gup tushildi. Rasululloh qag'atwa vaylak degan. Chataq gap bu. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها معها حتى ينحر معها فإن لم يجد له محملا فليحمله على أمه حتى ينحر معها. إذا نتجت البدنة نتجت معنى مبني المجهول ده كلام بلا مبني المعلومة يعني أشو تجا بطلق لسا فليحمل ولدها معها حتى ينحر معها. يحمل يعني تجنن إيجسه هديان إيجسه أشو يان تولغم بطلقنا كتراب يعني إلى بعضه دي من اگر مام مسا كتراب الماشر يارو سبب ما لسا بالله إلى بعضه أنا سلان ده. فإن لم يجد له محملا فليحمله على أمه. اگر اونه كتراب ما ده إذا مام مسا كتراب أپردغان برهاروا يا بزنس تپم مسا باش أولا تپم مسا anasının üstüge atıp ilmağda hatta yunhara ma'aha anası bilan billa mina gapırıp boğuzluğan kadar ilmağda yani aşında ilmağışı vacip demek. Billa boğuzlar iken. Çünkü atıp etken nasam aşağı boğuzlutup ketmesin muydu? Buldu. Mesela soysun buldu bizim ciddi soysu bulmaydı. Sen boğaz ne? Soysu buldu. Bunda çeklimi yok. Lekin bunda nima tarafdan iqtisodiy jihatdan bu chorvalarning ozib ketishiga sabab bo'ldi deb tez yaxshi bo'lmaydi dedi. Lekin soysu buldu. Sahabe kiramlar shunda so'yitdi. Shunga Rasululloh sallam zakatul janin zakatul ummi degan. Qo'saqdagi bolaning zakati onasining zakati shu degan. Anasi qanday bo'g'izlansa shunda bo'g'izlansin degan bo'lishi mumkin. yoki onasi bo'g'izlangan ekan qo'saqdagi ko'ralma halol bo'ldi degan bo'lishi mumkin. Yani o sağlık boğazına soyuz bulmayı dediğim bir çeklime şüret bunun mazir kadar. Bizim vücutta aşında gap var ki. Ama bu iqtisadi taraftan değilgen bu şimdi. Yani bir mezhepte ayrıydı. Terigolap kas boğuzlap anlayıydı. Eğer ülek simaydı. Başkalar anası boğuzlan diken anası boğuzlaş koşkulgum alakalı da bir azası dek. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما شك محمد كان يقول من أهدى بدنة ضلت أو ماتت فإن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. أن ابن عمر أو عمر شك محمد أنبياء شك kimden geldiyse Muhammed İmam Muhammed bin Hasan Şeybani şak kıldı. İbn Umar mu der. Muş kitapta mındak hadisin rivayetine şey qası almıştımay keldi o. Bazı bir da sizin kötürəğim İbn Umar mu deb şak kıldı. Lekin şak qılğan taqdirdə mo hiç bizsini şunda deplam qo'llab ketmay Muhammad şak qıldı ya da men şak qıldım demekçi deb qo'ydi buni. Yani Yahya'nın rivayetinde Muvatta'nı İmam Malik'in rivayet kılmışlarımız Yahya el-Leyti dedik o. Yahya'nın rivayetinde İbn Ömer de şeksiz kelgan. Ondan şu İbn Ömer aslı. Şekke Muhammedun kana yaqulu men ahda badana fadallat. Yani yerim yolda atıgan qurbanlığa yolda ezip ketdi. Tapamı yani ikisi ayrılıp yolda tap qaldı. Yoki ölüp qaldı. Yani bunu qaraymiz. فإن كان نذرا أبدلها أجر بون نذر قيان ناس وقاسا لله علي بدنا ديندك ناس جنبه نذرم ده بنا رنجا أبرش كرك ما سوسا ين برسنا أورنغا تكليدو ديدو وإن كان تطوعا نذر وقاسا بواجب ناس وان كان أورنغ برن تولدر ده أجر تطوع وقاسا خالصا أورنغ برنا كويس بولدو خالصا كويسم بولدو. قال محمد وبهذا نأخذ ومن اضطر إلى ركوب بدنته فليركبها فإن نقصها ذلك شيئا تصدق بما نقصها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ومن اضطر إلى ركوب بدنته فليركبها فإن نقصها ذلك ديان ركوبها من قالك ona kimey tutup qalsa mingallik sababidan 10 kilo uruqlab ketdi yoki bir yer bir qanday bo'lib qoldi masalan endi bo'lib qolsa qancha qimmati kemaygan bo'lsa shuni to'layotdi ya'ni shuni sadaqa berib o'tadi demak. باب المحرم يقتل قبلة أو نحوها
أو ينتف شعرا. أخبرنا مالك عن نافع قال المحرم لا يصلح له أن ينتف من شعرها شيئا ولا يحلقه ولا يقصره إلا أن يصيبه أذى من رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى. ولا يحل له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه ولا يقتل الصيد ولا يأمر به ولا يدل عليه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Qamla degan pit, yantef degan julush. Agar julushning o'rnida tushitish, kesish, qisqartirishmi o'xshash. Ehram bog'lagan kishi chach tuklaridan julsi bo'lmaydi. Tushirtasi bo'lmaydi, kesib qisqartasi bo'lmaydi. Faqat beshi biz asharat paydo bo'lib qolsa, ya'ni to'pichangda tavlan unda paydo bo'ladi. Endi bo'lib qolsa, bu chaqda qanday qilish lozim? Chechni tushitadi. Şey tushitmay qutulolmaydi uni. Tushitish lozim. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. فدية من صيام شكروزتوش صدقة إطعام 6 مساكين أو نسك تدغى آخردا نسك أو تويدش بالقوي بوزلاش يا كبر توجه. أن بون خندا شغداسة üzürlük olup kalan çağda. Besip gitti bunu çidiyamadı bu. Çek avar kıldı. Nanki üzürlük oldu. Şütü tutdu. Şütü etken çağda mı? Şundan nima geldi? Kaparak geldi o. Hem de özürü hakkımız şu. Özürsüzlam. Bir kere bakar şunda şütü tutup kalsa. O çağda bir kan kıldı o. Çokum yani. Bunda ihtiyari şükür öz tutuş, 6 miskin toyguzuş, ya ki kan diyen yapamaz. Bir kan. Dıplam. O 6 mesekimden sarasta iyam rozutuz çıkarttı diyen. Daha iken kan muayyenleşiyor o. Sonunda itam, otturda onda tallaş erkeklik yok demek için. Ya da aleyhi fidye kema emir Allah Teala. Fidye diye 3 türlü narsını tallaştırmışsa, tırnak ağası bulunmaydı, püt ötesi bulunmaydı, yağı taşlarası bulunmaydı. Çünkü yağı taşlandığın keyin pip kanalda ya destilip yarısı ölüdü bu. Ölgen kim püt ötesi değil yani. Bala kalan ki. Vela min celdi vela min thawbi. Bedeninden elip taşlasın bulunmaydı, kiyiminden elip taşlasın bulunmaydı. Vela yaktulu sayd. O oğlusun bulunmaydı. O ulaşkı birisine buyursun bulunmaydı. Ehramla kalıp durup, ehramla ehram bağlamapsa bir bilan tuta toşkanında da bunlar kız bulunmaydı. Vela yedullu aleyhi de pösüp koysun bulunmaydı. Karısladım. Üzeri tutanmaydı, karısladım. Şunu sahabe kiramla yolda ketavatkan çağda Abu Katadal Ensari ehram bağlamagan boğaçka bir yavaşak kılgan çağda sahabelimle bir kılıp kırışken iken o Abu Katad nime kılıştırgandı bu, nime kılıştırgandı gap bulmayın olgan iken do karsa yavaşaktan tutugan. Ağaç etini bilam neyisini alanmay kılıp o insunu tanlarsa ya gardan basıp bulmaydı. Düşüp elip berip onu oturup ekegen ağa göğsünü yesek bunu Resulullah'ın söyledi diyen Resulullah'ın soğan iken bunun bir sana köz koyup ya neyisini sunup bir yardım kılgan mod ya kızılda İsa'ma buldu da ben meyayda diyeyim. Bu indamda. Dinin işleri mi şunda? Kaçlap çüresi bulmayız. Akışında çüresi bulmaydı dedik o bulmaydı. Kaçlıgan ağıl daha çaş julunuk yetişim mümkün. Bu mukavatında çıkıp başlasın var mı? Ha yavaş yani yavaş. Hasta. Silik kaçan ama nima çaçıp ketmez kısımda başarıp bulduk. Resmi kaçsa ne çaçıp kesilen buldu çata. Ejden işim şunda tez yapalı aşı tügünle o şey üzeyde erpatlığa çıktıdan boğaçka bu kema veledetu ummu bulduğun narsa yani ayollarının cihad edip atılgan. Hazır ne rahat paragatta belki hazır kılınan savabı bırakmak bulması mümkün.
سوق الهدي بمانك. باب الحجامات للمحرم. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. قال محمد لا بأس أن يحتجم المحرم ولكن لا يحلق شعرا. زرل بمسا خان آسا حرام ياك مكروه إحرام القالته. الحجامة للمحرم يعني احتجام جمعنا حجامة خان أبقى شمس خان ألدروش جمعنا. قال ما لا بأس أن يحتجم المحرم ولكن لا يحلق شعران. مثلا خان ألدغايات مثلا شاشات كلسن بجدنا شتوتب أن خان ألدغا من ده هذا شتوتب نقماي أشو تكيو قيادن ياك برنات شت ما يلام شادلام خان ألدغا دمش. Bu anda kaçan beşi bicire ya mesela ağrıp kitap kan asa andın sakıp yengillep kaldığan bir davalını sürüyüp boğan çağda anladım. Ya ki mesela azık zamanda ciddi mesela bir kan tekşüttüş ya doktor hanım sırıp kaldı şike maddesi örlek ettim yani kesel varımda tekşüttüşün kan aldı o şunu olsun işte. Belagana an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu ihtecama ve huve saimun muhrimun febihâdâ nâkhud mana ro'za tutgan ve ihramlik holatda Rasulullah kan aldığan biz şunu tutmayız. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا مش احتجم وهو صائم محرم دجان متفق عليه حديث ابن عباس وعبد الله ابن بحينا رضي الله عنهم دن إمام بخاري ومسلم رواية كردس. نانكم مسيين دكنا تته بلودو دمكشة. باب المحرم يغطي بوجهه. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن عبد الله بن ربيعة أخبره قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالأرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال كلوا فقالوا ألا تأكلوا فقال لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. Ehram bağlanan kişi yüzünü yogası bulamdı. Mesela uxlash uchun yak chang tuzanglab ketdi ya abtoblarga yuzini yo'g'i bo'lsa bo'lamdi demoqchi. Ra'aytu Usman ibn Affan radhiyallohu anhu bil arji. Arj degan joy Makkaning yo'lidagi bir joyning ismi. Ihrom bo'lgan holatda edi. Fi yawmin saif yoz kunlarining birisida qad ghatta wajhahu bi qatifati urjuwan. Qatifa degan pincha. Nefis yotgandek bir narsa. Urjuwan qizil baqasam jung. Jungdan tikilgan bir xil baqsam. Qizilmida yo'lliq deylar. Thumma utiya bilahmi saydin. O'ning go'shi keltirilgan chaqda o'zima boshqa yanglar men sizga o'xshamayman, yani men ihromlar inma sayda min ajli, ya'ni ash o'lgan kishi xalifani yesummiki deb men uchun o'lab ekan bo'lgan, men ihromlik bo'lgan ekan, men yesam bo'lmaydi demoqchi. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. يعني ذقن إناك نما مش إناكنا تربى همسة باشكتاوا يعني يزمو باشكتاوا إحرام بغلان كشي يزنو يوغاس بومايدو دمكشي. قال محمد وبقول ابن عمر رضي الله عنه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. إمام شافعي رحمة الله عليه يزنو يوغاس بولدو دمكشي. باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. البته ده beşini jumayt dedi. İhtilam olsa jünitde mecbur. Lekin odatda salqinlash uchun yoki tozalik qilish uchun beşini jumaytda. Endi juyish orqali chashli chiqitib keyin buloq qilmasin deb afdalni qilaman deb japatasimi jumaytda demoqchi. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما مسور ومخرمة أشكال الصحابة تمارا بالأبواء. ابن عباس والمسور أبواء ديان جايدا مكة مدينة يولد كبر تغن اسمه شو جايدا تلاشتات قلده. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه بشين جوسو بولدو إحرام قالت ده. وقال المسور لا جوسو ما يدده. فأرسله ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب رضي الله عنه يسأله فوجده يغتسل بين القرنين. قرنين ديان خدوقنن بشدا دا تكلاب بولغان يغاچ o'ttirib bir nima tartimiz uningga ag'am cho'gab chilakni qilmizga
Aşı ikki yog'ochga latı tatib qo'yib turib, quduqning qeshib joyida yunib o'tiribdi ekan. Wa huwa yustaru bi thawbin. Qala fa sallamtu alayhi fa qala man hada? Diqqat qilsangiz salom bersam man hada dedi. Shunami? Va alaykum assalom demidi degan gap bor. Salom qaytumida. Nonganda masalan hojatxonada yunayotgan kishi olsin, buni salom qilish qaytumchi bo'ldi degan gap chiqdi mana. Faqultu ana Abdullah ibn Hunayn arsalani ilayka ibn Abbas radhiyallohu anhu as'aluka kayfa kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihramli holatda beshini qanday yuvdi so'rashga ivatdi dedi. Ya'ni Ibn Abbas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ihramli holatda beshini yuvdiganligini keskin bildi. Bilgachga talash-tarish qildi. Bilmay emas. Lekin qanday yuydiganligini ko'rsatib qo'ydi dedi. Ya'ni juyamti, jumamti so'rash qilyaptimi? Qanday yuydi shuni deb paslar deb so'rash qilyapti desa, qavada yadahu alata Abu Ayyub al-Ansari qo'lini qardi qilib qo'ygan latining ustiga qo'yib, bunda 5-qadi. Va ta'tahu hatta bada li rasulun sal pasrak besib turib, beshini chiqadi dedi. Besh ko'ringanga qadar unda pastga bosdi. Thumma qala li insani yasubbul ma alay. Suv quyib turayotgan bir kishiga suvni quyadi dedi. Fasabba ala ra'sihi. Beshini suv quydi. Thumma harraka ra'sahu bi yadi. Shuni suvni quygandan keyin beshini bunda qo'li bilan silab jug'anda qildi. Fa aqbala bi yadihi wa adbar. Fa qala hakaza ra'aytu yaf'al. Rasulullohning beshini bunda jug'anligini ko'rgandim deb ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni joiz demakchi. Qala Muhammadun va bi qawli Abi Ayyub radhiyallohu anhu na'khudh la nara ba'san bi an yaghsila al-muhrimu ra'sahu bil ma'. Yuyinish olsun yoki yalg'iz beshinlam yuvsa suvdan chaqisi bo'ladi. Lekin suvim bilan emas. Nima? Va hal yazidul ma'u la sha'tha? Suvdan yuvgan taqdirda yo'lda masalan, chang tuzaq, bo'xonaqlidan o'tganmi? Suvni yuvsa, yuvgandan keyin u taraqliq, chiroyliqliqqa, qatroqliq holat olmay, yuvgandan keyin texmo paqpay tutadi deydi. Sha'as degan shu. Bunda paqpay tutganda sha'as deymiz. Ash'as ag'bar. Mayli o'cha tushib ketmaydi lekin yuvsa kesilmaydi. İlla şa'ta ve huve kavlu Abi Hanife rahmetullah aleyhi vel ammeti min fuqahaina. Elbette bu so'bini ishlatmagan ahvolda. Lekin so'bini ishlatsa bo'lmaydi deb buni ittifoq bor. Akhbarana Malik akhbarana Humayd ibn Qays al-Makki an Ata ibn Abi Rabah anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala li Ya'la ibn Munya wa huwa yasubbu ala Umar radhiyallahu anhu ma'an. Ya'la ibn Munya bu sahaba. Anası Munya, dadisi Umayya, anası bilan mashhur bo'lgan. Anası mashhurroq bo'lg'achqa. Bu sahaba Hazrati Umar suv qo'yib o'tgan, Umar radhiyallohu anhu juyni o'tgan. Usbu bala ra'si. Qala lahu Ya'la aturidu an taj'alaha fiyya. Beshini suv qo'y desa, beshini suv qo'yib qo'yolmay u sahaba. Aturidu an taj'alaha fiyya degani, "Men bir qo'y fidya keltirib qo'ymoqchiman. Bir qo'y to'lam kashin damlama." Ya'ni kan in amartani sabab agar men buyursizlar men qo'yay. O'cha silkildi men kelmaydi. Lekin men o'zligimdan qo'ysam, o'cha men kelib qoldi demoqchi. Qala usbub, quyadi dedi. Falam yazidul ma'u illa sha'ta. Uni quyvagan ekan, u chechini yo'q, keyin taramagan ekan, u chechda ham unda paqib ketdi. O'chada ihramliq kishiga nisbatan bir xil yasinish yoki nima qilish dunyoviy bir maqsad bo'lmagan bo'ldi deydi. قال محمد لا نرى بهذا بأسا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. البته إمام مالك شافعي إمام قرشه ميل ديدن. باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم من الثياب. Peygamberler çila qanda kiyimlarni kiydi deb so'rgan chaqda faqala la yalbisul qumusa wala al-amaima. Ko'ylaklarni kiymaydi, tikkan ko'ylaklarni kiymaydi. Sallarni yo'gmaydi va saravilat jam' sirval ishdan tamballarni kiymaydi va baranis bo'k va to'llarni kiymaydi va khifaf maysa o'taklarni kiymaydi illa ahadun la yajun alayn. Faqat lam qo'njoq kash topolmagan kishi o'tkining qo'njini kesib bilan o'shqini uchiq qo'yib turib shuni kiysi bo'ldi. Fal yalbas khuffayn wal yaqta'huma asfala min al-ka'bayn wa la talbisu min ath-thiyab shay'an massahu az-za'faran wal al-waras. Yani kiyimlardan zapa va varasiyan sariq gul. Ana sariq gul yoki zarang'zi chechaklari aslında zajiva endi bo'yadigan narsalar. Jumhur ulamolar qo'nji yo'q, kash topolmagan kishi qo'njilik kashini kesib bilan o'shqining tuanni kesib bilan shuni kiyvas bo'ldi dedi. O'sha hadis aniq dedi-ku. Ularga o'shqini ichib qo'ysam bo'ldi.
Eşkaşını kiydi. Peki İmam Ahmed müşahedisi eniq turug'liq mana vel yaqta'huma deb buyurdi. Kessin, kesib olmaydi deb. Şoňa ulamalar İmam Ahmedni müşahedini eyiplegan. Hadisini şunda tutulan alim turib, sayyidisi buyurdi dedi. ولا تلبسون الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. Nima uchun ashuna kiyimlarni kesib bo'lmaydi bu? Siriq bo'yalgan kiyim. Nima uchun edi bu kiyimda shu bo'yoqninki, qizilgulning, zaransichkining ya zajvaninki xushbo'y purqi bor. Ko'pga atir turgan musba. Yoki buni kesib bo'lmaydi. Albatta bu normal holatda kesib bo'lamdi, bo'lmamdi, bu bir talash tortish bor. Chunki bu ayollarning bunisiga balki ham ruxsat qilgan bo'lsa to'y kuni kiyishga ruxsat qilgandi. Undan boshqa ahvollarda u erlarning unda gul puraydigan unda kiyimlarni kiyishi cheklangan. Shunda bo'yalgan kiyimlarni. Yoki cheklangan talash tortish bor. Lekin ehram bo'lgan chog'da uni kiyib bo'lmaydi. Faqatlam ne chiqib yuyitib, uning hech qanday purqi qolmagan bo'lsa, uni kiyib bo'ldi deymiz. Lekin de xush purmaydigan bo'yoqchi xush purmaydigan bo'yoq olib qolsam mayli. Lekin oq ehram bog'lash sunnat deymiz. Lekin uni boshqa rang olib qolsa, jinoyat hisoblangan, qon kildigan bunda bir egri ish emas. Allohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.